Do'stlar, video avvalida sizlarga Kompot Uz kanalini tavsiya qilib o'taman. Bu yerda Kompotning videolarini, tarjimalarini tomosha qilishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va mendan salom aytinglar. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Barcha obunachilarga salom qilaman. Mening ismim Derman va men Minecraft youtuberman. Do'stlar, boshimizga balo yog'ildi. Zombilar hayvonlarga, aniqrog'i hayvonlar zombilarga aylanishni boshladi. Mana shunday yashab yuribmiz va uyimda hozir amakim va sinfdoshim. Bilasizlarmi, bu hammasi juda ham g'alati. Bu yerda sinfdoshim uxlagandi. Xo'sh, o'tgan safargi narsalarim, telefon, kalit va politsiya uchastkasidan topilgan pistolet, undan tashqari ozgina pul va kiyimlarim. Do'stlar, avvalgi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni tavsiya etib qolaman. Bilasizlarmi, birinchi kechasi juda ham qo'rqqan edim zombilar bilan birga bo'lganimizda, lekin endi bu yerda 3 kishimiz va umuman qo'rqmayapman. Yo-mayo, eshikka tiqilib qoldim har doimgidek. Shuning uchun ham do'stlar, endi yashash osonroq bo'ldi. Unchalik ham qo'rqmayapman, chunki yursam atrofimda yuradiganlar bor va agar zombi hayvonlar kelib qolsa, birdaniga sezishimiz mumkin. Xayrli tong, Rob. Xayrli tong, qandaysan? Yaxshi, ajoyib. Amakim turibdilarmi? Ha, turibdilar. Amakimni ko'rmadingmi yoki chiqib ketdilarmikin? Ha, chiqib ketgandilar. O, yaxshi. O, assalomu alaykum amaki. Alaykum. Yaxshi yotibdingmi? Ha, yaxshi. Bu yerga chiqib olibsiz. Kechadan beri o'tiribman. Ha, nima uchun? Ko'chaga chiqdingizmi? Yo'q, shunchaki yarim og'rib uxlay olmadim. Afsus. Xo'sh, nima bo'ldi? Bilasanmi, shu yerda o'tirib chiqdim. Hattoki uyqum ham kelmayapti. Yomon bo'libdi. Ha, mayli, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Biz Rob bilan ovqatga borib kelmoqchi edik, kecha reja qilgandik. Unda siz shu yerda qolib uyni qulflamay ketaman, qarab turasiz, bo'ladimi? Ha, albatta. Chunki bizda umuman hech narsa qolmagan do'stlar, yegulikdan. Chunki hamma yegulik garajda qolib ketganda, garajni esa portlatib yubordik. Xo'sh, bu yerda do'stlar menda xalta bor, mana shunga hamma ovqatni solib olamiz. Agar albatta bizgacha hamma ovqatni olib ketmagan bo'lishsa, nima deysan, Rob? Menimcha olib ketib bo'lishgan. Mayli, tavakkal qilib boramiz. Mayli amaki, sizga xayrli kun va biz ketdik. Xo'sh, Rob, ko'chada zombi hayvonlar yo'q, ketishimiz mumkin. Kelyapsanmi? Ha, yaxshi. Bilasanmi, amaki, eshikni yopib oling. Xo'sh. Yo-mayo, Rob, nimaga qusuni olib tashlamading? Shunchaki qolib ketganda yana yig'ishtirmoqchi edim. Bo'la qol, chunki bu yerdagi go'shtlarni hidiga zombi hayvonlar kelishi mumkin. Ha, yig'ishtirib ketaman. Bo'la qol. Mayli, keyinroq qilamiz. Hozir esa magazinga borishimiz kerak. U yerda bizga konservalar qolgandir, hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham. O'ylaymanki qolgan. Agar olib ketishmagan bo'lishsa. Umid qilamanki olib ketishmagan. Kela qol, Rob. Xo'sh, do'stlar, bu yerda poyezdlar o'tmayapti. Xo'sh, ko'chalar bo'sh. Hattoki zombi hayvonlar ham ko'rmayapti. Qiziq. Kelyapsanmi? Ha. Xo'sh. Hech kim yo'q. Ko'chalar bo'sh, ho'llab qolgan. Kela qol. Xo'sh. Do'konning eshigi ochiq. Jin ursin. Menimcha peshtaxtalar bo'sh. Rob, ovqat qolmabdi. Yo'q, bor. Ozgina. Menimcha biz ketadi hammasini yig'ib olsak. Shuning uchun ham bo'la qol. Senda bormi? Yig'ib olishga bordimmi? Ha, menda paket bor. Okey. Xo'sh, hammasini yig'ib oldim va mana shular xaltamga sig'mada ortib qoldi. Menda ham juda ko'p. Xullas, menimcha yetadi yaqin 1 hafta, 2 haftaga. Umid qilamanki shunday. Aytgancha, kecha vertolyot uchib o'tganda kel, o'sha yerga qarab kelamiz. Tunnel tarafga uchib ketgandi. Yaxshi. Fatmani bu yerdan o'tamiz, chunki kela qol shu yerdan o'tsak qisqaroq bo'ladi. Aks holda hozir aylanib o'tishimizga to'g'ri keladi. Menga farqi yo'q, borsak bo'ldi. Ko'chalarda zombi hayvonlar umuman ko'rmayman. Balki harbiylar ishni boshlagandir. Balki, chunki rostidan bular yo'q. Harbiylarni ko'ryapman. Lekin bizni qanday qabul qilishlarini bilmayman. Shuning uchun sen shu yerda turib tur, men esa yonlariga borib kelaman, bo'ladimi? Menga farqi yo'q. Yaxshi, do'stlar, hozir yonlariga borib kelamiz. Xo'sh, harbiylar, hammaga salom. Qo'lingni ko'tar. Men yomon emasman, qo'limni ko'tardim. Yaxshi, yaqinlash. Kimsan? Oddiy fuqaroman, shunchaki yashab yuribman, tirik qolishga harakat qilyapman. Qanday qilib tirik qolib yuribsan? Bilasizlarmi, men politsiya uchastkasida to'pponcha topgandim. Tashla. Hop, tashlayman, bo'ldi. Eslab qol o'g'lim, harbiylarga hech qachon qurol qaratma, aks holda otib tashlashimiz mumkin. Xo'p, sizning uchun mana o'qlarni ham tashlayman. Yaxshi, o'zingdan bilib tashlading. Endi esa bu yoqqa kel. Qayoqqa? Sizning yoningizgami yoki sariq narsali yigitning yoniga? Nima uchun nima bo'ldi? Bu seni kasallangan yoki kasallanmaganligini tekshirishimizga yordam beradi. Xuddi koronavirus vaqtidagidekmi? Isitmani o'lchaysizlarmi? Yo'q, bu umuman boshqa narsa. Hop, okey. O'zi hammasi yaxshimi?
Bizni qutqarasizlarmi? Hammasi Ularni yaxshi bo'ladi. tushiraveringlar. Soppa-sog'. Xudoga shukr. Ketsam bo'ladimi? Ha, ketishing mumkin. Bir o'zing yashaysanmi yoki ko'pchilik bilanmi? Bir o'zim yashayman. Bo'pti, keta qol. Qurolim olsam bo'ladimi? Yo'q, tashlab ket. Lekin qanday tirik qolaman? Buni biz hal qilamiz. Ketaver. Zombi hayvonlar yaqinda yo'q bo'lishadi. Shunaqami? Ha, Mayli unda sizlarga katta rahmat va omad. senga ham. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Qurolimni tortib olishdi. Endi zombi hayvonlar chiqib qolsa nima qilamiz? Rob. Nima bo'ldi? Ular meni to'pponchamni tortib olishdi. Endi nima bo'ladi? Bilmasam, tezroq bu yerdan ketganimiz ma'qul. Aks holda zombi hayvonlar chiqib qolishsa, to'pponchasiz qiyin bo'lishi aniq. Mayli, gaz kalitini olib olaman. Har ehtimolga qarshi jin ursin. Hozir nimaga olib qo'yishdi? Bilmasam, shunchaki yonlariga bordim va mendan so'rashdi, "Qanaqasiga tirik qolib yurasan?" deb. Men aytdim, "Politsiya uchastkasidan to'pponcha topib olganim degandim, vahima ko'tarib tashla deyishdi. Keyin tashladim." Xo'sh, shunday qilib olib qolishdi. Yomon bo'libdi. Nima bo'ldi endi? Bizni qutqarishar ekanmi? Albatta, aytgancha ularda qanaqadir narsa bor ekan. Ism o'lchagichga o'xshagan, ana shu orqali zombiga aylanishimiz mumkinmi, yo'qmi tekshirishar ekan. Ya'ni kasallanganmizmi yoki sog'mizmi? Yaxshi. Va mana buni ham hoziroq yig'ishtirib qo'y. Aks holda bu yerga yig'gan narsalarning hidiga zombilar kelishi mumkin. Bo'la qol. Xo'p, yig'ishtirib qo'yaman. Mayli. Bilasizlar do'stlar, Rob buning ichiga biz o'ldirgan zombilarni, hayvonlarni, go'shtlarini solib qo'ygan va yig'ishtirib qo'ymagan. Xo'sh, tog'a, harbiylarni ko'rdik, lekin ular mendan to'pponchamni olib qo'yishdi. Nima? Harbiylar kelibdimi? O'shaning uchun menimcha zombi hayvonlar ko'rinmayapti. Ular asta-sekin ularni qirib tashlashni boshlagan bo'lsa kerak, lekin u qog'ozlarni biror marta eshitmadim. Men ham tuni bilan o'tirib chiqdim axir. Men ham hayronman. Bilasizmi, biz do'konga bordik va u yerdan ozgina konserva topdik. Va Robda ham bor. Bu yaxshi. Yuk ham to'la. Yana ozgina deysan-a? Odamzodga kam. Va bilasizmi, sizga yana bir narsa aytmoqchi edim. Harbiylarning qanaqadir asbob bor ekan. O'sha orqali ular tekshirishlari mumkin ekanki, odamlar kasalmi yoki kasal emasmi? Demak, virus odamlarga ham yuqishni boshlabdi-da. Menimcha shunday. Bu yomon, ehtiyot bo'lish kerak. Shunda ko'chaga ham kamroq chiqamiz endi. Menimcha harbiylar hammasini hal qilishadi va tezroqda bularni hammasi tugaydi. Demak, xo'sh, hozir ovqatlarni bu yerga joylashtirib qo'yaman. Konservalarni muzlatgichga saqlash shart emas. Shuning uchun hozir shu yerda turib tursin, keyin yeydiganlarimizni olib qo'yaman. Do'stlar, hozir esa bilmadim nima qilamiz. Sizlar videoga like bosdingizmi? Agar like bosmasangiz, kelasi video chiqmay qolishi mumkin. Do'stlar, shuning uchun ham hoziroq like bosinglar. Undan aka, nima bo'ldi? Bilasanmi, menda bir g'oya bor. Xo'sh, harbiylar bizning qurolimizni olib qo'ygan ekan. Nima qilibdi? Biz ham ularni olib qo'yishimiz kerak. Nima? Harbiylarning qurolini olib qo'yishimiz? O'g'irlab ketishimiz mumkin. Ular mengacha aytgandek to'nelda ekanmi? Tushunarli. Bir marta ham shunga o'xshash vaziyat bo'lgandi. Qanaqa vaziyat? Harbiylar shaharni to'sib qo'yishgandi va o'sha yerdagi kichkina uychalarga kirib olishgandi. Tunnel ichidagi gami. Xo'sh, endi nima qilishimiz mumkin? O'sha yerga kanalizatsiya lyukidan chiqishi mumkin. Kanalizatsiya lyukidan? Stop, kanalizatsiyadan yurmoqchimisiz? Yo'q, men ulardan chaqirib turaman. Sen yurasan. Yo'q, yerga tushishni niyatim yo'q. Qo'rqma, yerlar qop-qoroq. Axir bizda kanalizatsiya ishlamasa, ayniqsa o'sha yerda. Zapravka ostida. Zapravkani nima aloqasi bor? Ana o'sha yerdan kirish mumkin xolos. U maxsus qilingan joy bo'lib, shaharning kanalizatsiyasidan ajratib qilingan. Shuning uchun ham yerga tushish unchalik ham oson emas. Ammo men buni bilaman. Qayerdan bilasiz? Axir zapravkada ishlaganman. Tushunarli. Demak, xohlaysizki, men o'sha yerdan o'tib borib, qurollarni olishim kerak, shundaymi? Xuddi shunday. Rob ham yordam beradi. Okey. Lekin Rob nima yordam berishi mumkin? Axir u yaqindagina kasalxonadan chiqqan bo'lsa, undan tashqari juda ham sekin yuradi. Undan uyda qoldirib ketamiz. Mana bu yaxshi fikr. Demak, qachon yo'lga chiqamiz? Kechroq. Jo'nirsin do'stlar, mana bu qanaqadir ish. Hozir bir daqiqa. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Harbiylarning qurolini o'g'irlashimiz to'g'rimikan? Agar bizni tutib olishsa yoki meni yoki amakimni, qo'limizga maymunlar yig'laydi. Lekin agar o'g'irlay olsak, mayli, men roziman. Yaxshi, kechgacha kutamiz va rejani takomillashtiramiz. Xullas, shunaqa gaplar. Kerakligimizcha uyga qorovullik qilib tur. Mayli yigitlar, omad. Bo'pti, senga ishonamiz, Rob. Men ham sizlarga ishonaman. Hammasini olib kelmaslaradigan umiddaman. Hozir men bir daqiqa. Xo'p, mayli. Lekin Rob, yana biror nima pishirib ham qo'y. Albatta. Bu yana nima qutib bo'ldi, amaki? U yerda kerakli narsalar.
Ma fakel, kirka, belgilar. Nima uchun ular kerak? Agar yo'l yopiq bo'lsa ochasan. Hop, mayli, sizni tushundim. Ketishga tayyormizmi? Tayyormiz. O'sha yerdan o'rtadan o'tib ketaveramiz, reshotkalar ostidan. Bu menga yoqyapti. Xo'sh, zombi hayvonlar ko'rinmayapti. Kela qoling. Hop. Xo'sh. Ro'p olib tashlabdi. Yaxshi. Bir narsa esimdan chiqib qolibdi. Hozir 1 daqiqa. Mayli. Xo'sh, do'stlar. Ro'p. Eshikni yopib o'tir. Bilgandim shunday bo'lishini. Ro'p ba'zida dovdirlik qilib qo'yadi, lekin hech qisi yo'q. Uni tushunsa bo'ladi, chunki u ham shok holatda, axir kasalxonada do'stlarini va o'sha yerdagi kasallarni yeb ketdi zombi hayvonlar. Menimcha, u juda ham vahimada. Qo'rqib yuribdi bechora. Mayli. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Ketdik. Mana shu yerdan hozir o'tamiz. Bu yerda maxsus yo'l bor, chunki bir marta o'tgan edim. Yaxshi. Hozir kela qoling aka. Zombilar ko'rinmayapti. Bu yaxshi. Yopa qol. Hozir. Yopaman. Bo'ldi. Keyingi safargacha yopiq turadi. Agar seni tutib olishsa, men seni tanimayman, sen meni tanimaysan. Nima uchun? Agar bizni bilib qolishsa, juda ham yomon bo'ladi. Xo'p, mayli. Hozir o'rmon oralab o'tib ket. Uchastkani orqasidan o't. Politsiya uchastkasinimi? Albatta. Tushundim, bo'pti. Yaxshi. Xo'sh. Hamma kim o'sha yerda qoladilar. Men esa mana bu yerda o'tishimga to'g'ri keladi, do'stlar. Menga omad tilaylar va like bosinglar. Like bossangiz omadim oshadi. Xo'sh, bu yerdan o'tishga to'g'ri keladi, emaklab. Yaxshi. Xo'sh, o'ylaymanki, agar hamma qurollarni olsak, lekin hammasini olmaymiz, chunki hammasini olsak juda ham yomon bo'ladi. Shuning uchun ham mana bu yerdan o'tib olsam yaxshi. Do'stlar, qurollarni olib olsak bo'lgani, keyin borni o'ylab ko'rishimiz mumkin. Hamma kim o'sha yerda o'tiribdilar. Mayli, xo'sh. Zaprok va ichimliklar turibdi. Lekin do'stlar, bizning maqsadimiz bu emas. Xo'sh. Umid qilamanki, bu yer ochiq va ochiq ekan. Yaxshi. Mana kanalizatsiya luki. Hamma kim o'sha yerda ekan umiddaman va do'stlar, hozir shu yerga tushishimizga ochiq ekan bu ham. Yaxshi do'stlar. Buni qaranglar, bu yerda suv yo'q, qup-quruq, demak, o'tishimiz oson bo'ladi. Fakellarning berganlariga qaraganda bu yerda juda ham qorong'u. Mayli do'stlar. Xo'sh, yo'q qo'yaman har ehtimolga qarshi, chunki yana biror bir tovuq yoki it kirib olsa juda ham yomon bo'ladi. Bu yerdan chiqib olishim qiyin bo'ladi, shuning uchun ham ketdik. Umid qilamanki, bu Nursin. Bo'shliqdan qanaqadir g'alati ovozlar kelyapti do'stlar. Birinchi burilish va ikkinchi burilish do'stlar, yorug'lik chiqib turibdi. Okey, hozir chiqib olamiz va narvon. Okey do'stlar. Yorug'lik chiqib turibdi, demak, u yerda odamlar bor hozir. Stop. Kimdir ovoz eshitilyapti. Biroz kutish kerak, shunda vaksina topiladi. Hammani o'ldirib yuborib bo'lmaydi. Undan ko'ra kasallangan hayvonlarni yo'q qilinglar. Ularni shundoq ham yo'q qilamiz. Ammo odamlardan keyin aks holda kasallangan odamlar boshqa joylarga Odamlar sizlardan yordam kutishgandi, sizlar esa bunday qilyapsizlar. yana ham ko'proq odamlarni va hayvonlarni zaharlashadi. Asosiy maqsad kasallik hayvonlardan odamlarga o'tmasligi. Tushundim, sizlardan yaxshilik kutib bo'lmas ekan. Demak, o'sha yuzlab odamlar hayoti bir pul ekan. Boshqa iloji yo'q. Millionlar oldida minglab qurbonlar unchalik katta yo'qotish emas. Bilganinglarni qilinglar, men ketdim. Bu qotilliklarda qatnashmayman. Bizga kerak ham yo'q. Yangi qurilma va kasallarni skaner qilib aniqlab beradi. Tez va samarali. Har bir kasalni bittalab o'ldiramiz. Tiriklarni esa uydan chiqarmaymiz. Nima? Kasallarni o'ldiramiz dedimi? Menimcha chiqib ketishdi. Yo'q, har bir kasallanganlarni. Do'stlar, tezroq qurollarni olib qo'yishimiz kerak. Aks holda meni ham hozir o'ldirib yubor. Hech kim yo'q ekan, yaxshi. Jin ursin. Do'stlar, axir bizga yordam berishadi deb o'ylagandim. Bular esa o'ldirishmoqchi, lekin axir meni zombilar tishlab bo'lmagan, do'stlarimni ham. O'ylaymanki, menimcha do'stlar, ularni tushunish mumkin. Ana yerda turibdi harbiy shlemi ko'rinyapti. Do'stlar, bilasizlarmi, harbiylarni tushunish mumkin, chunki ularni mas'uliyati juda ham katta va bularni bilmadim, boshlig'i bo'lsa kerak, to'g'ri aytdi. Agar shu ishni qilishmasa, menimcha rostdan do'stlar, kalash K37 tushunmadim. Yo'q. Xo'sh, men uchun bor, amakimga bor, endi Rob uchun. Xo'sh, mana buni olamiz. Menimcha Glock nima? Stop, kelib qolishmasdan tezroq qochish kerak do'stlar. Yo'q. Ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Hozir. Tushunursan.
Yo'q, ha bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi, do'stlar, qochaman. Shunchaki qochaman. Pol buzilganligidan bilib qolishadi albatta, lekin hech qisi yo'q. Asosiysi qochib ketish kerak. Do'stlar, lekin aynan bizligimizni qayerdan bilishlari mumkin? Do'stlar. Ularni terib olish kerak. Ulgursam bo'lgani do'stlar. Qo'rqinchli ovozlar. Bu yerga boshqa qaytib tushmayman. Boshqa bir yerga qaytib tushish yo'q, do'stlar. Yaxshi. Bo'ladi do'stlar, hammasi o'z joyida. Qurollarni hammasini oldim. Do'stlar, buni qaranglar. Qanaqadir G53, AK-37 va Vector do'stlar. Men o'zimga Vectorni olaman, chunki u qanaqadir o'zgacha va chiroyli fat. Sekin bizni ko'rib qolmaslar bo'lgan. Hech kim yo'q. Yuguramiz do'stlar, yuguramiz. O'rmonga kirib olish kerak. Yaxshi bo'ldi do'stlar. Bu yerdan hozir chiqib olsak bo'lgani. Yaxshi. Sekin do'stlar, sekin. Ana shu yerdan endi o'tib olamiz va bo'ldi. Qaytsak ham bo'ladi. Yaxshi, hammasini yopish kerak. Buni yopamiz. Bo'ldi. Bizni 100% topib olishmaydi. Quyosh ham botay deb qoldi. Olgursam bo'lgani. Bu yerdan o'tish osonroq bo'ladi, chunki u tarafdan garajlar orasida yo'l yo'q. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Hozir. Umid qilamanki, amakim qaytishga ulgurgan. Rob. Nima bo'ldi? Amakim keldilarmi? Yo'q. Jinurson qurollarni topdim. Ajoyib. Seni sezib qolishdimi? Menimcha yo'q, balki sezishgandiram. Xo'sh, tanla. Glock yoki AK-37. Qaysini olasan? Vector menga, chunki bu o'zimniki mana. Mana bunaqangi to'pponcha. Va bu yerda AK-37 bor. Bilmasam, menga og'irlik qiladi. Kel, men to'pponchani olib qolaman. Farqi yo'qunda, amakimga AK-37 qoladi, senga esa to'pponcha. Shunisi yaxshi. Va bilasanmi nimani bildim? Nimani? Jinurgor harbiylar xullas odamlarni o'ldirmoqchi. Nima? Ya'ni kasallanganlarni. Zombi hayvonlardan zarar ko'rgan, istalgan hamma odamlarni o'ldirishmoqchi. Ertaga menimcha tekshiruvni boshlasa kerak. Agar bugun kelib joylashib olishgan bo'lishsa, ertaga boshlasa kerak. Jinurson. Nima bo'ldi? Axir men ham zombi tovuqdan zararlanib kirib olgandim. Ajoyib. Nima? Zombi tovuqdan qayoqqa kirib olganing? Kasalxonaga. Menga yordam beringlar deb. Birinchi kunmi? O'shandan keyin u yerga boshqa zombi hayvonlar kirdi va yordamga chaqirdim sizlarni. Jinurson, Rob, hozir hammasini aniqlashtiramiz. Mana bularni tashlab olay. Rob, boshimizga muammo bo'ladigan bo'ldi. Aytmoqchisanki, seni zombi hayvon tishlab olganini bizga shuncha vaqtdan beri aytmading? Yo'q. Rob, boshimizga juda ham katta tashvishlarni tushirasan. Agar ular ertaga kelib qolsa nima bo'ladi? Seni qayoqqa yoshiramiz hozir? Uyingga olib borish variant emas. Axir Jinurson bizga allaqachon aytish kerak edi. Axir men qayerdan bilay? Ular kelib seni ertaga otib tashlasa nima bo'ladi? Bilmadim. Jinurson, mayli, amakim qaytsinlar, biror nima o'ylab topamiz, lekin seni ularga berib qo'ymaymiz. Katta rahmat, lekin zombi Jinurson, agar zombi hayvonlar tishlab olsa nima bo'lishini so'rayman. Balki zombiga aylanarsan. Bilmadim. Jinurson, o'sha yerda nima bo'ladi? Rob, o'sha yerda vrach qiz bor edi. O'shani topib hammasini surishtirib ko'ramiz.